bir necha kundan beri xarid qilishni va uy uchun kerakli narsalarni olishni o'ylayman, ammo vaqt topolmayapman. Holbuki, hozirgi zamonda hamma shunchalik bandki, to'satdan uydan chiqib ketishning o'zi qiyin. Nima bo'lganda ham, bir necha kundan keyin vaqt topib, xarid qilish umidida uydan chiqdim. Uydan chiqib bozor nomini aytib bir riksha oldim. Biroq bozorga borishdan oldin uy uchun chiroyli narsalarni ko'rib, riksha to'xtatishni aytib tushdim va o'sha do'konga kirdim. Do'kon ichida bir do'kon, ikkinchi do'kon ko'ra-ko'ra ancha ichkariga kirib ketdim. Do'kondagi narsalarni ko'ra boshladim, narx-navo so'ray boshladim, lekin shu paytgacha rikshaga pul bermay bir ozga to'xtatib qo'yganimni unutgan edim. Shu paytgacha yarim soatcha vaqt o'tib ketdi. Bir qancha narsalar ham sotib olindi. To'satdan riksha haydovchisi esimga tushdi. Riksha haydovchi balki pulni olib qochib ketdim deb o'ylaydi. Ichimdan o'ylayman, yo Alloh, endi borsam bu odam menga albatta ko'p gap eshittiradi. Hatto shu paytgacha ketib qolgan bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham shu o'ylab u yerga bordim va ko'rdimki, riksha haydovchisi hamon turibdi. Rikshaga o'tirdim va bozor tomon borishni aytdim. Men faqat odamning biror gap aytishini kutyapman, lekin o'ylaganlarim butunlay o'zgardi. Hayron bo'lib men o'zi undan so'radim. Amaki, men buncha kechikdim. Men haqimda nima o'yladingiz? Pulni olib qochib ketdim deb o'yladingizmi? U dedi: "Ha, biroz kutgandan keyin shuni o'yladim. Chunki bunday voqealar biz riksha haydovchilarining boshida tez-tez bo'ladi. Biroz to'xtatib turaman deyishadi va qaytib kelishmaydi." Shunda men yana dedim: "Xo'sh amaki, men kechikayotganimni ko'rib, nega meni qidirib kelmadingiz?" Shunda odam javob berdi: "Shu 50 taka pulni qidirib borsam, mana bu qimmatli riksham o'g'lizlanib qolsa nima qilaman?" Uning gapini eshitib biroz hayron qoldim. Men aytdim: "Unday bo'lsa menga jahlingiz chiqmadimi? Men kelganimdan keyin bir nima deyishingiz mumkin edi-ku." Shunda odam javob berdi: "Agar men sizga bir nima desam, siz yana jahl qilib menga pul bermasangiz, zarar meniki bo'ladi." Bu odamning ajoyib fikrlash tarzini ko'rib, chindan ham hayratda qoldim. Bu riksha haydovchisidan ham hayotimizda o'rganadigan ko'p narsa bor ekan. Hech qachon hech kimni kamsitib qaramasligimiz kerak va hech kim bilan yomon muomalada bo'lmasligimiz kerak. O'zimizni har doim hamma oldida shunday tutishimiz kerakki, har kim sizni yaxshi ko'rsin va sizga duo qilsin. Jamiyatimizda shunday odamlar ko'pki, arzimagan narsaga to'satdan jahli chiqib yomon muomala qiladi, lekin u o'ylamaydi yoki tushunmaydiki, mana shu jahli va yomon muomalasi tufayli o'zi qanchalik zarar ko'ryapti va o'z hurmati qanchalik pastga tushyapti. Aynan mana shu ibratli jihatni tushuntirish uchun men butun voqeani o'zimcha shakllantirib chiqdim. Bu men bilan bo'lgan voqea emas. Umid qilamanki, yozgan hikoyam sizga yoqadi va bu hikoyadan ko'p narsa o'rganasiz. Bir necha kundan beri xarid qilishni va uy uchun kerakli narsalarni olishni o'ylayman, ammo vaqt topolmayapman. Holbuki, hozirgi zamonda hamma shunchalik bandki, to'satdan uydan chiqib ketishning o'zi qiyin. Nima bo'lganda ham, bir necha kundan keyin vaqt topib, xarid qilish umidida uydan chiqdim. Uydan chiqib bozor nomini aytib bir riksha oldim. Biroq bozorga borishdan oldin uy uchun chiroyli narsalarni ko'rib, riksha to'xtatishni aytib tushdim va o'sha do'konga kirdim. Do'kon ichida bir do'kon, ikkinchi do'kon ko'ra-ko'ra ancha ichkariga kirib ketdim. Do'kondagi narsalarni ko'ra boshladim, narx-navo so'ray boshladim, lekin shu paytgacha rikshaga pul bermay bir ozga to'xtatib qo'yganimni unutgan edim. Shu paytgacha yarim soatcha vaqt o'tib ketdi. Bir qancha narsalar ham sotib olindi. To'satdan riksha haydovchisi esimga tushdi. Riksha haydovchi balki pulni olib qochib ketdim deb o'ylaydi. Ichimdan o'ylayman, yo Alloh, endi borsam bu odam menga albatta ko'p gap eshittiradi. Hatto shu paytgacha ketib qolgan bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham shu o'ylab u yerga bordim va ko'rdimki, riksha haydovchisi hamon turibdi. Rikshaga o'tirdim va bozor tomon borishni aytdim. Men faqat odamning biror gap aytishini kutyapman, lekin o'ylaganlarim butunlay o'zgardi. Hayron bo'lib men o'zi undan so'radim: "Amaki, men buncha kechikdim. Men haqimda nima o'yladingiz? Pulni olib qochib ketdim deb o'yladingizmi?" U dedi: "Ha, biroz kutgandan keyin shuni o'yladim. Chunki bunday voqealar biz riksha haydovchilarining boshida tez-tez bo'ladi. Biroz to'xtatib turaman deyishadi va qaytib kelishmaydi." Shunda men yana dedim: "Xo'sh amaki, men kechikayotganimni ko'rib, nega meni qidirib kelmadingiz?" Shunda odam javob berdi: "Shu 50 taka pulni qidirib borsam, mana bu qimmatli riksham o'g'lizlanib qolsa nima qilaman?"
Uning gapini eshitib biroz hayron qoldim. Men aytdim, unday bo'lsa menga jahlingiz chiqmadimi? Men kelganimdan keyin bir nima deyishingiz mumkin edi-ku. Shunda odam javob berdi. Agar men sizga bir nima desam, siz yana jahl qilib menga pul bermasangiz, zarar meniki bo'ladi. Bu odamning ajoyib